Dubayda $800,000 sarflangan shashlikxonani ko'ramiz. Har bir o'zbek, ayniqsa yosh kattalarimiz chetga chiqqanda o'zimizni ovqatlarni yegisi keladi. Hozir shulardan biri mana o'zimizni o'zbek shashlikxonasiga kelganmiz. Bugun birinchi ochilish kuni sizlar bilan hozir mazasini ko'ramiz. Haqiqiy G'ijduvonni shashlari mana hammasi shu yerda. Akamizni o'zi ham G'ijduvondan ekan. Ha aka? Dubayda yurgan qoldingizmi? Hammalar kelib bir marta bo'lsa ham yeb ketinglar va videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. Kompotlar ham o'zimizni haqiqiy